Nega Godzilla borgan sari zombiga o'xshab boryapti? Oldingi filmlardan bizga ma'lumki, Godzilla bu maxluqlar qiroli. Unga qarshi chiqqan har bir maxluqni yo'q qilib yuboradi. Ba'zida esa maxluqlarga shafqat ham qilib turadi. Yangi Imperiya filmida esa biz umuman boshqa Godzillani ko'rdik. Uning ko'zi qonga to'lgan va oldidan chiqqan har qanday maxluqni yanchib tashlaydi. Bugungi videoda esa Godzillaning yangi ko'rinishi va uning Shimuga qarshi qilgan jangini tahlil qilamiz. Shuningdek, ushbu ulkan suyaklar qaysi titanga tegishli ekanligi haqidagi savolga ham javob olasiz. Qani unda ekranni katta qilib oling. Bugungi roligimiz boshlandi. Godzilla va Kong yangi Imperiya filmi Godzilla Kongga qarshi filmining sikveli, Monsterverse media franshizasining 5-filmi, Godzilla franshizasining 38-chi va King Kong franshizasining 13-filmi. Shuningdek, to'liqligicha Amerika suratga olgan Godzillaning 5-filmi hisoblanadi. Unda esa Godzilla bizga o'zgacha versiyada ko'rsatildi. Godzillaning har doim o'zgarib borishining sababi uning dushmanlari tobora kuchayib borayotganligi. Ularni yengish uchun esa qirol har doim o'zgarib turishi kerak. Yangi filmda ko'rinishi esa shunchaki dahshat. Dahshat deb 2019-yilgi terma Godzillani aytishim kerak edi-yu, ham mayli. Bu versiya esa ko'proq menga zombi versiyadek tuyuldi. Nega aynan zombi versiya? Chunki zombilar har doim oldidan chiqqan har qanday narsani yeb bitirishadi. Godzilla ham filmda oldidan chiqqan har qanday titanga ikkilanmasdan hujum qildi va ularni anchaginasini yo'q qilib yubordi. Oldingi filmdagi Mecha Godzillaga qarshi omadsiz jang qirolni kelajagi haqida o'ylashiga olib keldi. Uning kuchi yetarli emas va u buni to'g'irlashi kerak. Shuning uchun u Titan Tiamatni o'ldirdi va o'zining yangi zombi Godzilla ko'rinishiga kirdi. Bu shunchaki zombi emas, balki zombilar qiroli. Uning shoxlariga e'tibor bergan bo'lsangiz, oldingilardan ko'ra anchagina o'sgan. Bundan ko'rinib turibdiki, qirolning tanasi juda tez rivojlanmoqda. Uning bo'yi ham oldingi filmdagidan biroz o'sgan. Keyingi filmlarda balki undan qanotlar o'sib chiqsa, o'shanda uni Dracula deb atasak bo'ladi. Godzillaning zombi versiyasi haqidagi fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Filmda Shimuning chiqishini va Godzillani anchagina qiynab qo'yishini ko'pchilik kutgandi, lekin u Godzillaga qarshi faqat bitta esda qolarli harakatni amalga oshirdi va bu maxluqlar qirolini muzlatib qo'yishga yetarli edi. Agar Motra kelmaganda va Shimu to'xtovsiz Godzillaga qarata muzni otganida, Godzilla muzlar tagida qolib ketardi. Albatta, ba'zilar Godzilla baribir muzdan chiqib olardi deyishi mumkin, lekin shuni eslatib o'tishim kerak, muz maxluqlar uchun karaxt qilish vazifasini bajaradi va ular muzlagach qushlarini yo'qotishadi. Godzillaga muzdan chiqishi uchun yangi energiyasi yetarli emas. Agar muzdan chiqish uchun energiya yordam berganida, Ghidorah allaqachon muzlardan xalos bo'lgan bo'lardi. Lekin uning muzdan chiqishi uchun odamlarning yordami kerak bo'lgan. Shunday bo'lsa ham Godzilla Shimuga qarshi juda yaxshi turib bera oldi. Garchi uning vazni va kattaligi Godzillaniki bilan mos kelmasa-da, Godzilla va Shimu o'rtasidagi farqni ushbu tasvir orqali ko'rishingiz mumkin. Godzilla borgan sari yiriklashib borayotgan ekan, demak u ham kuni kelib Shimu kabi bahaybat maxluqqa aylanishi mumkin. Shimu esa keyingi film